Xo'sh, assalomu alaykum do'stlar. Mana shu mashinaga ishlayapmiz-da. Trailblazer 3.6 motor. Uchiral mashincha. Gulishitlarni taxlaymiz-da buni. Shu natijani ko'rsatamiz keyin. O'tgan safar ikkita katalizatorni taxlab berdik-da, mana shu arabada. O'rtadagi katalizator 3-sini ham olib tashlaymiz-da. 3.6 motor. Xo'sh, mana bu olib tashlanadi-da, bu endi tashladi, bu qo'yiladi. Shunaqa mashina to'g'ri kelsa, bu yerda ham bir qilib ko'ring. Bo'g'ilib qo'yanda o'zi bu. Ichi bor, lekin men buni bil boshlaganman. Shuni qo'yamiz-da, mana rezonator. Shuni qo'yamiz. Sportivni biladi kim? Buni ham ochish kerak. Katalizatorni o'rnayapti. Mercedes emblemasi ham bor. Mercedes degan mashinada rezonator orqada cho'kib to'laymiz-da. Shuniki. Trailblazer. Ochaliqqa nimasi bor ekanchi? Bular chirigan, sher kuygan sher. Pergar o'tkalan qo'porgan. Jag'illaydi-ku. Ochamiz. Mana ishini ochdik-ku. O'tgan safargisi ham shuni edi-da buni. Qarang. Bu yerda to'rtga qilmagan-da. Bo'lyaptimi? Gaz bosgan payti shum beryapti shu. Urilyapti-da. Shuni. Gaz qarang. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta kamera bor. Nima qildingiz o'zi deydi-ki, men qarang, bu yerda varangacha-da, yopib tashladingmi? Nima yopdik bilasizlarmi? Buni qarang. Mana bu sitga qo'ygan beri. Hozir mana bu yerda vata bilan to'ldiramiz-da, bu shumni ushlash uchun. Buni hozir ochiq bo'lsa chiqib ketadi. Raketa. Yopamiz. Laboratoriya qildik-da, mana bu yerda hozir laboratoriya mana ko'ra oldingmi? Udar deydi, udar keladi-da, vata uradi. Bir bola qilib pergar o'tkalarni yopishtirib chiqdim-da. Buni qara. Trailblazer gulishitli. Churib ketgan-da, bu churib ketgan ishlari. Instagramga ko'rinmasdi, qani bu bilan ko'rinib biladi-da. Cho'tkimi? Yana bosing. Bosing qani? Nima bo'lyapti qani? O'nlay ikkita katalizatordan bittasini chiqardim ya. Ovsiya chotki bo'ldi. Ketdik.